Dorboz yigitlar, o'yinlaringizni og'irlashtirib boraman. Ikkinchi kunlikka qarab yurib kelasizlar. Bola onaning quchog'ida qanday yotsa, 12 metr baland o'risida Dorboz yigitlar ana shu holatni bir ko'rsatib berasizlar. Mat xalqimdan qarsak, Dorbozlardan ajoyib tomoshalar. Choling qarsaydi. Shular bo'lasizlar. Dor aslo xatoni kechirmaydilar. Ayolni farishon qilmaysizlar. Hay hay hay, barakalloh, shular bo'ling. Birgalikda. Baravariga. Barakalloh. Oyoqlarni ustiga qo'yib yotsa bo'lar ekan. Almashtirib yotsa ham bo'lar ekan. Otaxonlarim oshlarni bo'lib, oyoqlarni tizan ustiga qo'yib televizor ko'rar ekan. Ana shu holatda yotsa ham bo'lar ekan. Barakalloh, almashtirib yotsa ham bo'ladi. Haykal oyog'ini yuqoriga ko'tarsa ham bo'ladi. Bitta qarsa olsa ham bo'ladi. Hey hey hey, rahmat. Chordona holatini ham bitta ko'raylik, dorbozlarim, azamatlarim, lochinlarim. Bir qavat tros ustida. Barakalloh, dorboz yatib, qarsa cholganda mard qo'lidan ko'rmasin. Mana. Barakalloh, shu bo'ling. Hey hey hey. Rahmat. Sardorbek, bu o'yinlaringiz ham pisand bo'lmadi, yana badas og'irlashtirib borar ekanmiz. Shamol kabi yurasiz, gumbaz taxtiga qarab. Yaxshi qarsak bo'lsa ko'ramiz. Gumbaz taxtiga qarab yugurib borsin, 12 metr baland o'risida. Bir qavat tros ustida. Qani ketdi azamatim bossing. Pastda yugurish qancha mushkul, lekin 12 metr baland o'risida. Undan da mushkul bo'ladi. Barakalloh. Gumbazga keta. Hey, rahmat. Dorbozga atab qarsak choling, qo'llaringizdan ko'rmasin. Sardorbek, bu tomon baland. Hushyor bo'lib, orqaga qaytishga harakat qilasiz. Bu tomon ozgina balandroq bo'ladi. Hayolni farishon qilmang, bosding azamatim. Mana. Barakalloh. Hay 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 hay. Turbikmi? Hay hay. Rahmat. Lizing xalqi bizdan chiroyli oyog'ini o'ynatadigan xalq bo'lmasa kerak deydi, lekin biz o'zbeklar ham qolishmas ekan. 12 metr baland o'risida. Gruzin xalqining raqsidan bir parcha namoyish etasizlar. Harakat qilasizlar, oyoqlariga e'tibor bering. Bossing dorbozlaring qara, barakalloh. Hay hay hay. Barakalloh. Dorbozlarga atab işte qarsa chosingiz bo'ldi. Dorboz yigitlar, pastga ham tushinglar, pastda ham ajoyib tomoshalarni ko'ramiz, saltolarda ko'ramiz yigitlardan. Dorbozlarga bitta qarsa yo'rib qo'ying. Mard qo'lingizdan ko'rmasin. Mana. Dor ko'rgan savob, dorbozga qarsa cholgan undan da savob bo'ladi. Mazza qilasiz, yuragingiz yayraydi. Bitta qarsa yuring dorbozlarga. Oldinlari shu dorbozlarni ko'rishlik uchun hali ham aytib o'tib, shohmardonlarga borilgan. Dorbozni ko'rib, yuragi yayrab, bir yaxshi niyat bilan qadam ranjida etilgan. Zamon tinch, yurtimiz tinch. Shahringizda, yurtingizda mehmon bo'lyapti. Uyingizdagi dadangizni, ayangizni, farzandlaringizni norasida go'daylarda haqqiga 2 muborak qo'lingizni omiga ochtirib qo'yamiz. Jamoatning duosi ijobat bo'lmasdan qo'ymas ekan. Shu qatori o'zimizga ham duo so'raymiz. Zordidagi chillaxona surpayi halal deydi. Ey dorboz yigit, dorboz degan nomingdan o'rgilay. Yurtimga, shahrimga mehmon ekan.